Bireylen aqsıpıda hazır məndən özünüzni söyüm degan gapni bək köp qildi ekansiz. Zodi qandoq qilsam o'zimni söygan bo'laman deb so'rabdim. Mushu videom orqali javob beray ham ko'pchilik bilan o'zni so'yishning 10 xil usulini o'rtaqlashay. Birinchisi, biz o'zimizni ayiblamaydigan bo'lganda o'zimizni söygan bo'lamiz. Nurg'unlar o'zini ayibligak keladi. Kallasida o'zini tanqidlaydigan bir ovoz kelib turdi. Xuddi azazul bir bilan turib qolgandek. Buningdan ehtiyot qilishga to'g'ri keladi-chimi? Ikkinchisi, o'zimizni qo'rqatmaydigan bo'lganda o'zimizni suyalaydigan bo'lamiz. Uchinchisi, o'zimizga illiq, muloyim, sabrchan muomala tutgan vaqtda o'zimizni suygan bo'lamiz. To'rtinchisi, o'z qalbimizga kuyingan vaqtimizda. Beshinchisi, o'zimizni olqishlab, o'zimizni ilhomlantirib turgan vaqtimizda. Oltinchisi, o'zimizni qo'llagan vaqtimizda. Yettinchisi, kamchiligimizga amroq bo'la olgan vaqtimizda. Bu qanday gap deyishingiz mumkin. Odamning psixik o'zgarishi umuman bayqash ham qabul qilish bilan bo'ladi. Bizning kamchiligimizni qabul qilganimiz o'zimizni sevganimiz bo'ladi. Navada qabul qilolmasak, ma'lum kamchiligimiz bilan o'zimizni ayiblayversak, biz ayiblagan sari o kamchiligimiz texim kuchayib ketishi mumkin. 8-si keldik. Salomatligimizni haqiqiy asra olgan vaqtimizda o'zimizni sevgan bo'lamiz. 9-si pat-pat aynakka qarab berishimiz kerak. 10-si hozirdan boshlab qo'limizdagi ishlarni mehr bilan qilaylik. Demak, saqlash ketmaydi. Odam o'zini sevganmasa, har vaqt boshqalardan sevgi tamaqib qolgan bo'lib qoladi. Men pishib yetilishingiz hamroh bo'lg'uchina tanish do'stingiz Gulara. Manfaat bo'lsin azizim. O'zingizni sevib qolg'aysiz.